Hop, bo'ladi. Hop, assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa qo'yxonalarimiz tayyor variantlaridan tushuntirib o'tamiz. Hop, razmeri 1.40 ga 1.5. Hop, bunimiz $100 ga eng arzon skidka narxda chiqyapti. $100 ga chiqyapti. Xudo xolasa ikkita qo'y sig'adi. Xudo xolasa iloji boricha o'sha harakat qilyapti. Terilib sochilmaydi bunimiz. Olib boradi. Qo'ydi. Ha, terilib sochilmaydi. Bitta eshigi bor. O'sha yerdan chela idishi bilan turadi. Qo'ydi qo'yishadi, maza qilib boqishadi xudo xolasa. Hop, bu ikkita qo'y sig'adi. 1.40 ga 1.5, bo'yi 1.5 sm. $100 ga beramiz xudo xolasa buni. Hop, bunimiz terilib sochiladigan varianti 1.5 ga 1.5 terilib sochiladi. Ramalari 5.3 profil, oldi 3.2 profil, orqa taraf bilan ikki yoniga stoykasiga konteyner ishlaganmiz. Narxi 2.100.000 so'm chiqyapti. Xudo xolasa chiroyli qilib narxlarni nima qilib berganmiz. Hop, bunimizga keladiganimiz, bunimiz 3 xonalik 225 ga 1.5, 75 dan bo'lingan, terilib sochiladi. Ikkita qo'yga bitta chela idish, bitta qo'yga bitta addenlik, mana oxir kirib chiqaveradi xudo xolasa. Bunimizning narxi 3.200.000 so'm chiqyapti. Aha, xudo xolasa chiroyli qilib perigarotga olib berib, ena bola boqsa ham bemalol aza qilib boqishadi. Yig'ilib sochiladigan varianti. Hop, bunimiz 2.5 ga 1.5 terilib sochiladi. O'rtada bitta to'sig'i bo'ladi, ikki chekkada ikkita eshigi bo'ladi. Hop, ikkitadan 4 ta qo'yimiz sig'adi. 3.200.000 so'm bunimiz ham narxi. Ha, o'rtasini olib bersa ko'proq o'zidan misol 6 ta bemalol yuraveradi ichida. Aha, xudo xolasa bunimiz ham 3 xonalik, o'sha ko'rsatganimdaqa. Bunimiz 4 xonalik 3 metrga 1.5 terilib sochiladi, 75 dan bo'lingan. Hop, bunimizning narxi 4.200.000 so'm chiqyapti. Xudo xolasa chiroyli qilib, buni ham ramasi 5.3 profil, oldi 3.2 profil, ikki yoni bilan orqa stoykasiga bunga ham konteyner ishlagan. Stoyka oldilari o'sha perigarotkalar 3.2 profil. Hop, bularimiz endi to'q katalariga keladigan bo'lsak, bularimiz 1.5 metr uzunasi, eniga 1 metr, bo'yiga 1 metr, narxi 900.000 so'm chiqyapti. Bitta ahamiyat berasizlar, bitta eshigi bo'ladi. Oxirlarida ham bitta innovatsiya yangilik qildik, xudo xolasa. Tozalab yuborishlarga udobniy. Hop, bunimiz uzunasi 2.5 metr, oldi 1 metr, orqasi 1.15, eniga 1.20. Plastmassali varianti. Mana bitta ahamiyat berasizlar. Plastmassani ahlislari ham bor, axlatini tozalab bemalol nima qilishaveradi. Buni ham bitta qulayliklari, bitta ko'rishlari mumkin. Mana bitta tushadi, axlati, mana tozalab, axlatini olib bemalol yana yuvib, netib, yana joyiga qo'yib qo'yaverasizlar. Narxi 2.800.000 so'm chiqyapti. Terilib sochiladi bunimiz. Bunimizga 18 ta, 20 ta sig'averadi bemalol. Jo'ja bo'ladigan bo'lsa, undan ham ko'proq sig'averadi bemalol. Xo'p, bunimiz tayida patnisi yo'q, xuddi shu varianti, bitta eshikligi, chekkada eshigi bo'ladi, terilib sochiladi. Narxi 2.600.000 so'm. Bu ham plastmassa, yashilidan bu. Oqib, rangida farqi bor xolos, lekin bir xil plastmassamiz. Razmeri bir xil, 2.5 metr. Aha. Hop, 2.600.000 so'm qilib beramiz buni. Buni 2.800.000 so'm qilib beramiz. Bu ham terilib sochiladi. Tayi patnisi. Xuddi o'shanaqa, ha. Xo'p, bu ikki xonali qo'yxonamizning tomli varianti. Hop, 2.500.000 so'm chiqyapti. 2.100.000 so'm qo'yxonamiz, 400.000 so'm tomiga qo'shilyapti. Taydan falgalari bor, 5lik falga, xudo xolasa bu ham chiqadi, bemalol terilib sochiladi. Shu, xo'p, bunimiz 4 metrlik ikki xonali, bu o'sha ko'rsatganimdaqa 4 metrlik qo'yxonamiz. Uzunasi 4 metr, eniga 1.5 metr terilib sochiladi. O'rtasida bitta to'sig'i bor. 5 ta bu bag'da qo'y sig'adi, 5 ta nari tomonda sig'adi, 10 ta qo'y sig'adi. O'rtasini olib bersalar, katta kishiga qarab sig'averadi bemalol. Narxi 4.300.000 so'm chiqyapti. Bemalol yer qo'yxona qilib bersalar ham bo'laveradi. Tepasini olib yerga qo'ysalar 45 sm. Oyoq olinadi bemalol. Supas qoladi tayida 45 sm yerdan. Xohlasa, jodilarimiz ham bor. Jodilarimizga bitta ahamiyat berasizlar. Almazlidisdan. Bunimiz beda bo'ladi. Kesishga ahamiyat berasizlar. Qil kesar jodilarimiz, xohlasa. Kardonni ham kesishini bitta ahamiyat berasizlar. Ureyka bo'ladi. Bemalol xudo xolasa. Bunimiz narxi 650.000 so'm.
Bunimiz juda katta, 9 sm katta yumaloq kalsosi. Bunimiz 750 ming so'm. Buni ham kesishlarni ham ko'rsatishingiz mumkin. Bu ham xuddi shu. Almazli disk ham bo'ladi. Bemalol bexijolat. Nimasi? Yo'q, bunisi almazli. Xudo xolasa 2 yil, 3 yildan meni xizmatini qilishyapti. Olgan odamlar norozi bo'lgani yo'q, maza qilib ishlatishyapti. Kimga zarur bo'lsa, xudo xolasa pastdagi nomerga aloqaga chiqishaveradi, chiroyli qilib. Obunachilaringizni chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Oxirgi taklif qarovonga orqasidan